Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Wins va bugun sizlar bilan birgalikda bo'ldi. Xo'sh, bugun sizlarga Blockbuster 3-qism 4-qismini ko'rsataman. Ya'ni 4-qismda personajlarni shunaqa qimirlamay turgan joyida qo'lini ko'tarib yoki tipi preview bor, masalan YouTube'dagi rasmlarni yasashni o'rgataman. Uning uchun Pojo Launcherga kiramiz. Kirgandan keyin single player bosamiz. Oddiy kiramiz o'zimizning mirimizga, ya'ni mana borlar. Men buni to'g'risini aytsam olgandim. Yo'q, to'g'rili. Yaxshiroq o'tiraman. Tiqishlar yo'qmikin a? Qisqasi mayli. Uni buni qo'yinglar, короче. Oddiy mana shu odamimizni ko'ramiz, qo'yamiz to'g'rirog'i. Qo'ygandan keyin mana pikka bosasizlar. Bu yerdan o'sha har xil bitta skilllarni qo'yib olasizlar, любой narsani qilsanglar bo'ladi. Ну, masalan, kalibratorga o'chirishga o'z nimalar bor ekan. Ну, masalan. Mana короче, qisqasi oddiy tulki deylik, tipi. Tulki mana shu Blockbuster ishlab chiqqan odamman. Original variant. Editni bosasizlar, bu yerda mana har xil dubbing unaqa turganlari, har xil o'zining animatsiyalari bor bo'ladi. Bu yerdan qayerda create post bossanglar, har xil narsani qimirlatsangiz bo'ladi. Masalan, boshini qimirlatsangiz bo'ladi. Mana masalan yonga degani mana tepa pastga adashmasam, yo'q, bu ham yonga ekan. Mana men yegan tepa pastga. Bundoq turib pastga qaratib qo'ysangiz bo'ladi yoki bundoq tepaga qaratib qo'ysangiz bo'ladi. Bundoq turib yonga qaratib tepaga qaratsanglar, bu yerga bo'ladi. Xo'p, left arm bo'lsa, bundoq bukamizda buni. Bundoq turib pastga tushiramiz. Tipi endi bekinib turgan odamni qilamiz-da hozir. Right arm qilasizlar, ya'ni o'ng qo'l. Bu ham xuddi shunaqa bu yoqqa buramiz ozgina va tushirib turib shunday qilib qo'yamiz. Bundoq qilsak, dahshatroq ko'rinadi. Shuning uchun bundoq qilamiz-da, buni ham ko'taramiz. Bundoq turib. Qisqasi bo'lib mana shunaqa qilib turib qilsanglar bo'ladi, ya'ni animatsiyani. Tushunayotgan bo'lsangiz kerak. Xo'p. Endi bu yerdan chiqamiz. Xuddi shu animatsiyamiz paydo bo'ldi. Endi qaranglar hozir mana shundoq. Bu mana ertalab bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar. Voy bo'pladim. Ну, ничего, mana bundoq qilasizlar. Pikka bosib turib, o'shani yana qaytarib olsangiz bo'ladi mana. Reset mode. Mana shunaqa gaplar borlar. Mana endi buni orqasiga masalan jitillarni uyida bo'lsa, har xil jitillarni uyiga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Tipasida orqasida masalan tipi jitil turibdi, qonxo'r jitildan qochgan bu boladan. Mana shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan bu yoqqa buni qo'yib turib, bunga ham bitta skemaga ana tipi mana shunaqa qilib turib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan mana bu yerda men o'zimnikini qilganman. Bu birinchi videoyimning prevyusi. Xuddi shunaqa qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan mana men bitta buni qilganman. Mana shunaqa qilib screenshot qilib turib buni kesib olsanglar bo'ladi. Kesib oladiganini bolalar men o'zimning Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Telegram kanalim mana ekraningizda chiqdi, shu Telegram kanal va bu Telegram kanal kommentariyada bo'ladi bolalar. Vashshe charchab qoldi odam уже. Xo'p. Hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Wins bo'ldi va videoga like bosib obuna bo'lib qo'shingizlardan chiqmasin. Tushundinglar degan umiddaman bolalar. Xo'p. Keyingi videoyimiz mod qo'shishdim men. Modlar haqida bo'ladi, ya'ni top 5 ta serial uchun modlar va eng yaxshi video olish rekorderi haqida bo'ladi. Bo'lmasa videoyimizga 20 ta like so'rayman bolalar. 20 ta like tez bitirib tashlasak bo'ladi. Bo'lmasa hammaga xayr bolalar, sizlar bilan Wins bo'ldi.